Xudoni nazdida eng yomon odam benamoz odam ekanda. Eng yomon odam benamoz odam. Benamoz bir luqmani olib og'ziga soladi. Solayotganda haligi luqma tilga kirar ekan. Ey benamoz, sen meni yemasang bo'lar edi. Sen meni yeb gunoh ishlarga sarf bo'lasan, seni mabodo badaningga men jaylanib najosat bo'lib tushmasdan badaningga go'sht bo'lib qolsam, seni azobingga men ham sherik bo'laman der ekan. Benamoz uydan safarga, bozorga bu yoqqa chiqib ketayotganda devor bosgan yer aytar ekan: "Hey benamoz, qaytib shu xonadonga kelmagin. Sendan biz zerikdik" der ekan. Yer aytar ekan: "Shu bizni bosmaganingda bo'lar edi" deb turar ekan. Kiyimlar aytar ekan: "Agar bizga Xudo jon berganda, sendan biz qochib ketar edik. Shu benamozga biz avrat bo'lmas edik, bekinib turmas edik" der ekan. Benamoz o'lsa, yuvayotgan suv ham aytar ekan: "Isrof seni tepangga bizni quyapti-da. Namozxonni tepasiga qo'yganda yaxshi edi" der ekan. Kafan aytar ekan: "Eskina senga o'ramaganda bo'lar edi, qabrdagi azoblarga biz ham sherik bo'lib qolamiz" der ekan. Haligi joni yo'q surib ham dod deb turar ekanda: "Shu benamozga meni o'ramanglar. Qabrda azob bo'lsa, shu men sherik bo'laman" der ekan.